Do'stlar, yaxshimisizlar? Jizzax G'alloriliga kelganmiz. Propan zapravkaga. Akamizni ikkinchi propan zapravkalarga gazli generatorimizdan o'rnatib berdik. 7,5 kilovatli Korkin nasos, 5 kilovatli benzin tushiradigan nasos, benzin kolonka, hammasini a'lo darajada ishlatib berdik. Shunaqa gazga ishlaydigan generator kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz, generator yasab beramiz. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga olib borib qo'yib beramiz. Do'stlar, yaxshimisizlar? Jizzaxga kelganmiz. Yangi Yasmin choyxona ochilgan ekan. Xudo xolasa shu choyxonaga generatorimizni olib kelib o'rnatib berdik. Generatorimiz ishlab turibdi hozir. Lasetti 1.6 motorga 30 kilovatli vitesli generator qo'yib, propanga ishlaydigan berganmiz. Choyxonasi bor tanishlarga videoni tashlab qo'yamiz. Generator yasab beramiz. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga olib borib o'rnatib beramiz. Video yo'qolib qolmasligi uchun subscribe qilishni unutmang. Hozirgacha bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, chunki qiziqarli videolar oldin. Xizmat bo'lsa pastdagi telefon raqami, savollar bo'lsa kommentariyada.